to'yimni kutib o'lib ketdi. Onam bo'lsa ko'zim ochiqligida baxtingni topgin deydi. Lekin men onam aytgan baxtni topa olmayman. Nega? Mumkin emas. Shahar markazidagi 4 xonali kvartirada ko'ngli tusaganda kelib ketadigan qari shahzodamni kutib yashayman. Eng achinarlisi bilasanmi nima? Nima? Bu hashamatni ayanchli badali bor. Badal? Qanaqa badal? Men ona bo'la olmayman.